Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar, qadri baland qadrdonlarim, bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Navbatdagi ushbu loyihamiz bir qavatlik umumiy 7 xonadan iborat bo'lib, 2 ro'zg'orli oilalarga bemalol tavsiya qila olamiz. Xonalar nomini aytib o'tadigan bo'lsak, bizda 2 kattalar yotoqxonasi va 2 mehmonxona, 1 bolalar yotoqxonasi va oshxona joylashtirib ketilgan. Loyihamizga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, juda ham ajoyib ko'rinishda biz bu loyihamizni hovlini o'rtasiga qurishlikni reja qilganmiz zakazchi tomonidan. Mana bu yerda orqa hovli tarafga o'tadigan joy qoldirib ketganmiz. Mana bu taraflarda yana qo'shimcha yer maydonlari borligini hisobiga biz mana shu yerdan orqa tarafga o'tadigan joy qoldirib ketganmiz. Bu loyihamiz hovlini o'rtasiga quriladigan bo'lsa, agar sizga mana shu loyihamizni fasadlari, planlari birga bir ma'qul keladigan bo'lsa, sizni joyingizga tushadigan bo'lsa, agar xohlasangiz buni ko'cha tarafdan loyiha qilsangiz bo'laveradi. Bu taraf bizda ko'cha taraf bo'lib qoladi. Mana shu yerdan darvozaxona ochib tayyorlab beramiz sizga. Shunda juda bir chiroyli holatda bo'ladi. Darvozaxona bo'ladigan bo'lsa, kirganimizda o'ng va chap qo'l taraflarda xonalari joylashtirib ketiladi. Asosan mana bu o'ng qo'l tarafimiz ota-onasi uchun, mana bu chap qo'l taraf esa keyinchalikka o'g'il uylashlikka juda bir mos holatda keladigan loyihalarimizdan biri bo'lgan. Loyihamizni razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana bu yon tarafi bizda 9 metr va uyimizni orqa mana bu yon tarafi esa umumiy 26 metr. Mana shunda shu loyihadagi uyimizni egallab turgan yer maydoni 230 kvadrat. Bu degani 2-3 sotiq yer maydoniga to'g'ri keladi. Albatta bu loyihamizda umumiy isitish holatlarini ham o'ylab ketganmiz. Umumiy isitish holatlarini bizda mana bu yer oshxona qismi bo'ladi. Mana shu oshxonamizni ostki qismini mana bu yerdan pastga tushiladigan holatda podval joylashtirib ketganmiz. Podvalimizni mana bu yon tarafidan esa umumiy katyol xonani loyihalab ketganmiz. Endi mana shu loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini kamera orqali yurib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, o'ng qo'l tarafdan boshlaymiz. Hovlimizni ko'rinishi ham qarang, juda bir chiroyli, o'zbekona, ayvonli holatda, juda go'zal holatda chiqqan. Albatta yoqsa bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Endi o'ng qo'l tarafdan boshlaymiz. Mana bu zinalar orqali bundoq yurib ko'tarilib, bu eshikdan kirganimizda bizda mana bu yerda kichkinagina koridor qismi bor. Mana shu koridor orqali 2 xonaga kirish mumkin bo'ladi. O'ng tarafdagi xona va to'g'ridagi xona. O'ng qo'l tarafda bu xonamiz eski holatlarda bilamizki, bizda dahliz deyiladi. Shunaqangi holatda bir uy bir dahliz degandek, mana bu yerda qo'shimcha xonalarini joylashtirib ketganmiz. Ota-onalar uchun shkaflari qo'shimcha o'zbekchilikda bo'ladi-yu, ko'rpa to'shak deganda shuna narsalar qo'ysa bo'laveradi mana bu yerga. Endi bundan keyingi xonamiz koridor orqali agar to'g'riga yuradigan bo'lsak, bu ota-onasi uchun yotoqxona hisoblanadi. Albatta ota-onasi uchun bunaqangi gipsogardonni o'zidan chiroyli holatda apshipka qilib, shunaqangi bir chiroyli holatda yuvinish holatlari, tahoratlariga qiynalmasligi uchun shunaqangi chiroyli sharoitlarda tayyorlab qo'ysa bo'ladi. Bu xonamiz 2 xona, kirganda razdevalka, bu yoq tarafda, ichkarida esa yuvinish xonalari. Juda bir chiroyli holatda joylashuvlar. Bu bizda ota-onasi uchun yotoqxona. Endi tashqariga chiqib qolgan xonalarni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana bu o'rta qismidan kirganimizda bu bizda misol erkaklar mehmonxonasi hisoblanadi. To'y hashamda foydalansa bo'ladigan bizda erkaklarni kuzaydigan mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham juda bir chiroyli, keng, kattagina holatda. Old tarafiga panoramli eshik va yon taraflariga deraza qo'yishligi mumkin bo'ladi. Bu yoq tarafda bitta derazamiz bor. Endi bu xonamizdan ham qaytib chiqadigan bo'lsak, endi asosiy xonalarimizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana bu zinalar orqali bundoq yurib ko'tarilib, bu bizda deraza qismi hisoblanadi. Mana bu eshikdan kirganimizda biz koridorga kirishimiz
qilishingiz mumkin. Koridor orqali esa shunaqangi xonalarga tarqalamiz. Koridorga kirib, o'ng qo'l tarafdan boshlaydigan bo'lsak, o'ng qo'l tarafda yana bir bizda misol ayollarimiz uchun mehmonxona. Mehmonxonamiz ham juda bir keng, chiroyli holatda. Albatta buni mehmonxona va oilaviy turiladigan xona sifatida ham foydalansa bo'laveradi. Yaqin mehmonlari kelsa shu yerga olib kirishligi ham mumkin. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu to'g'rida ikkita xonamizni eshiklari joylashtirib ketilgan. Mana bu o'ng qo'l tarafdagisi, misol uchun keyinchalik o'g'il uylasa bo'ladigan yotoqxonasi, mana bu esa oshxonasi. Buni yonidagi bu kichkinagina xonamiz bizda bolalar yotoqxonasi. Juda bir chiroyli holatda. Albatta bu bolalar yotoqxonasiga mana bu yerga deraza qo'yishlik esdan chiqib qopti. Mana shu yerda deraza bor deb tasavvur qilasizlar. Endi bu eshikdan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda bizda bolalar yotoqxonasi deylik, shunaqangi holatda. Bu yotoqxonamiz ham o'ziga tegishli. Mana bu yerda shaxsiy yuvinish xonalari bor. Albatta bu katyol xonamizning orqa qismi hisoblanadi. Bu xonamizga tabiiy yorug'lik tushirish maqsadida bunaqangi bitta deraza qoldirib ketganmiz. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerda bizda oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamizda bemalol mana bu tarafga oshxona mebellarini ustanovka qilib, bu yerda bemalol 4, 5, 6 kishilik stul qo'yib ovqatlanib o'tirsa, ya'ni studiyniy holatda tayyorlasa ham bo'laveradi. Juda bir ixcham, komfort holatdagi loyihamiz bu. Albatta kanalga obuna bo'lib, ushbu loyihalarimiz sizga manzur keladigan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yasizlar. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, bizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqangi loyihalarimiz sizga ham birinchilardan bo'lib yetib boradi. Biz 100 ga yaqin loyihalarda YouTube kanalimizga joylashtirib boryapmiz. Sizni Telegram va Instagram kanallarimiz ham bor. Instagram kanallarimizga o'tadigan bo'lsangiz, albatta shu tayyorlab bergan loyihalarimizni real hayotda qanday qurilayotganini imkon qadar Instagram kanalimizda yoritib bo'lamiz. Arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi.